Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz savol qo'shimchalarini o'tamiz. Ya'ni arab tilidagi savol qo'shimchalari. Birinchi ma. Demak, ma qo'shimchasi nima degan ma'noni bildiradi? Keyingisi a. Shunaqami degan ma'noni bildiradi. M. Endi o'quv qo'llanmamizdan bu so'zlarning ishlatilishini o'rganamiz. Demak, ma hada. Bu nima? Demak, ma nima? Hada bu. Ma hada. Bu nima? Mana uyni ko'rsatib turibdi. Hada baytun. Bu uy. Demak, hada. Bu baytun uy. Ahada baytun. Bu uymi? Endi mana a qo'shimchasini farqlaymiz. A qo'shimchasi shunaqami degan savol hisoblanadi. Ahada baytun. Bu uymi? Naam. Hada baytun. Ha, bu uy. Ma hada. Bu nima? Yani mana buni ko'ylak ko'rsatib, ma hada deb turibdi. Hada qomisun. Bu ko'ylak. Ahada sariyun. Bu karavotmi? La, yo'q. Hada kursiyun. Bu kursi, stul. Ahada miftahun. Bu kalitmi? La. Hada qalamun. Yo'q, bu qalam. Ma hada. Bu nima? Hada najmun. Bu yulduz. Demak, bugungi darsimizda biz demak ikkita savol qo'shimchasini o'rgandik. Ma qo'shimchasi arab tilida savol qo'shimchalari istifhom harflari qo'shimchalari deyiladi va u doimo so'zning avvalgi qismini egallaydi. Demak, ma va a. Va yana javob ko'rinishlaridan so'zga savolga javob berilganda na'am degan so'zni ishlatishni yoki la yo'q degani, na'am ha degani, la yo'q degan so'zlarni ishlatilishni o'rgandik. Tamrinun. Tamrin degani mashq degani. Ya'ni biz hozir o'tganlarimizni yana mashq qilamiz. Ma hada. Bu nima? Mana rasmdagi narsani nimaligini aytishimiz kerak. Hada miftahun. Bu kalit. Ma hada. Bu nima? Hada kitabun. Bu kitob. Ma hada. Bu nima? Hada qalamun. Bu qalam yoki ruchka. Ma hada. Bu nima? Hada babun. Bu eshik. Ma hada. Bu nima? Hada baytun. Bu uy. Ma hada. Bu nima? Hada kursiyun. Bu stul. Tamrinu tsani. Ikkinchi mashq. Ahada baytun. Bu uymi? Masalan, rasmni ko'rsatib bizga bu uymi dedi. La. Hada suqun. Yo'q, bu bozor. Ahada miftahun. Bu kalitmi? La. Hada qalamun. Ahada qomisun. Bu ko'ylakmi? Naam. Hada qomis. Bu ko'ylak. Ahada najmun. Bu yulduzmi? Naam. Hada najmun. Mana bu o'qigan, o'rgangan narsalarimizda biz Telegram guruhlarimizda ham yana tahlil qilamiz. Siz Telegram guruhimizga qo'shilib, biz bilan mana shu o'tilgan darslarni har kunlik testlar orqali o'rganishingiz, mustahkamlashingiz va savol javoblarga qatnashishingiz mumkin.